kadzalika nunjil mu'minin, mo'minlarga ham biz mana shunaqangi najot beramiz deb Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni oyati karimani davomida Alloh taolo aytayaptiki, "Valawla annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun." Agar bandamiz Yunus alayhissalom balig'ni qorniga tushmasdan ilgari ko'p tasbih aytmaganda, o'sha balig'ni qornida qiyomat kunigacha qolib ketgan bo'lar edi, deydi Alloh taolo. Ana shu Yunus alayhissalomni duolarini ijobat bo'lishligiga u kishini hayotlarida ko'p zikr qilgan, ko'p tasbih aytganlari sabab bo'lgan deb ulamolarimiz mana shu hadis sharifni sharhida Yunus alayhissalomning hikoyalarini sharh qilib keltiradilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birorta o'rinda "Ey bandalarim, ko'p namoz o'qinglar, ey bandalarim, ko'p roza tutinglar, ey bandalarim, ko'p ehson qilinglar, ey bandalarim, ko'p ilm o'qinglar" demagan ekan. Ammo Alloh taolo aytgan ekanki, "Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila." Ey mo'min bandalarim, Allohni ko'p zikr qilinglar. Alloh taoloni ko'p zikr qilishlikka buyurgan ekan Alloh taolo. Ertayu kech Alloh taologa subhanalloh deb tasbih aytinglar. Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishlik, mana bir markabga chiqdingiz, shaharga borguncha 10-15 daqiqa, 20 daqiqa vaqt o'tadi. Mo'min odam doim cho'ntagida tasbih ko'tarib yuradi. Tasbihda astag'firullohal azim deysizmi, subhanalloh deysizmi, la ilaha illalloh deysizmi, zikrni qaysi turi bo'lsa ham zikrni ko'paytirishligingiz Alloh subhanahu va taoloning mahabbatiga sazovor bo'ladigan amal ekan. Ulamolarimiz aytadilar, qaysi bir inson ehsonni ko'p qilsa, Alloh taolo uni yomon holatda o'lim topishlikdan saqlaydi. Chiroyli holatda odamlar men ham shunaqa holatda o'lsamidi deydigan chiroyli o'lim beradi. Qaysi odam zikrni ko'p aytsa, vafot qilayotgan vaqtida insonning tomog'i, og'zi qurib qolar ekan. Zikrni ko'p aytgan odamni og'zi doim nam bo'lib turadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la yazanu lisanuka rotban min zikrillah, tiling doim zikrdan nam bo'lib tursin deb ashoblardan bittalariga aytdilar. Ulamolarimiz aytadilarki, mana ovchilar kiyikka o'q otgan paytida qaysi kiyik tasbihdan qolsa o'q ashunga tegar ekan. O'rmonchi daraxtni kesayotgan vaqtida qaysi daraxt tasbihdan qolsa bolta ashuni kesar ekan. Nima uchun bunga misol qana bunaqa bo'ladi desa, aytdilarki, mahalla ilgari o'g'rilar aylanib yurar ekan. Qaysi uyni egasi uxlagan bo'lsa, o'sha uyga tushar ekan o'g'ri. O'yg'oq odam bo'lsa, unga o'g'ri tushmas ekan. Ya'ni Alloh taoloni zikr qilishlik insonni doim o'yg'oqligi ekan. Allohni zikr qilmaslik uni doim g'aflatda uyqudaligini alomati debdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo juda ko'p zikr qilishlikka buyurgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar bir sahobalardan bittalariga, "Ey palonchi, men sizni juda yaxshi ko'raman. Arshni tagidan bir kalima chiqqan, arshni tagidan. Shu kalimani aytib yursiz, Alloh subhanahu va taolo sizga o'ylamagan tarafingizdan rizq beradi. Darajotingizni ko'taradi, martabangizni baland qiladi, gunohlaringizni kechiradi, mushkulingiz bo'lsa oson qiladi, kasalligingiz bo'lsa shifo beradi." Shunaqasiga 100 ta fazilat sanagan ekanlar. U kalima qaysi kalima desa,
la havla va la quvvata illa billah. Mana shu kalima nihoyatda darajada ulug' kalima ekan. Bu degani nima degani desam, havl degani quvvat degani, quvvat degani ham quvvat degani, ya'ni Parvardigoro bironta yaxshi amal qilishlikka meni kuchim yetmaydi. Biror yomon amaldan tiyilishlikka meni kuchim yetmaydi. Magaram sen madad bersang yaxshi amal qilaman, sen saqlasang yomon amaldan saqlanaman degani bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu kalimani arshi tagidan chiqargan. Qaysi odam shu kalimani aytsa, Alloh taolo uni o'ylamagan tarafidan rizq beradi. Rizq deganda biz faqat yeydigan narsani tushunamiz. Yo'q, rizq degani nima degani deb bir qog'ozga ro'yxat qilinsa, yeydigan narsa ro'yxatning pastrag'ida kelar ekan. Uni tepasida birinchisida sizni doim Alloh taoloni eslab, bergan ne'matlariga shukrona qilib, o'tkazgan umringizga shukr qilib, o'tgan gunohlaringizga tavba tazarru qilib turishligingiz eng rizqlarni kattasi ekan. Farzandlaringiz ham sizga itoat qilib, dada nima kamchiligingiz bor, nima xizmatingiz bor, xizmatingizni qilay deb turishligi, bu ham Alloh taoloning bitta rizqi ekan. Dunyodan ketar vaqtingizda chiroyli holda Allohning huzuriga ketishlik rizqlarning eng ulug'i ekan. Rizq deganda ma'nosi shunaqangi katta ekan. Alloh taolo rizqingizga, umringizga baraka bersin deb mana katta domla buvalarimiz, o'tgan ota-onalarimiz duo qiladilar. Barakot degani molingiz ko'payib ketsin degan ma'noda tushunib qo'ygan ekanmiz. U ham bitta ma'no ekan, lekin molingizga, umringizga, rizqingizga barakot bersin degani, barakot Alloh subhanahu va taoloni bir maxfiy yordami ekan. U barakot agar molingizga kelsa, molingizni ko'paytirar ekan. Umringizga kelsa, umringizni uzaytirar ekan. Rizqingizga kelsa, yeyotgan taomingiz sizga shifo bo'lar ekan. Farzandlaringizga kelsa barakot, farzandlaringizni salohiyatlik, tavfiq, hidoyatlik qilar ekan. Xonadoningizga kelsa, xonadoningizni fayzli, nuroniy qilar ekan. Barakot deganda ma'nosi juda katta ekan. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo umringizga, rizqingizga barakot bersin. Rizqingiz mo'l bo'lsin, keng bo'lsin degan duoning ma'nosi juda katta ekan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shunaqangi doim Allohni zikr qiladigan, Alloh subhanahu va taoloni eslaydigan, mana hozir shunaqangi bir hayot kechiryapmizki, hatto manaqa suvlarda buraydiganlari ham yo'q bo'lib ketdi. Qo'lingizni ko'tarsangiz, bu yoqqa qilsangiz issiq suv, bu yoqqa qilsangiz sovuq suv tushadigan bo'lib ketdi. Hammani uyida sharoitlar, oshxonalarga suvlar kirgan. Bu nihoyatda darajada Alloh taoloning ne'matlariga g'arq bo'lib yashayotganimizning alomati. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allohga behisob shukr, ko'rsatayotgan kunlariga, berayotgan rizqlariga, Alloh taoloning taqdiriga, Allohning bergan qismatiga behisob shukr. Kim Allohni berganiga shukr qilsa, Alloh subhanahu va taolo ziyoda qilar ekan. Noshukr bo'lsa, Alloh taolo uni rozi bo'lmaydi ekan. Shukr Alloh taoloning bergan ne'mati xuddi o'rmondan kelgan yovvoyi hayvonga o'xshaydi. Uni baylab qo'ymasangiz, ketib qoladi boshqa odamga. Nima bilan baylanadi desa, shukr qilishlik bilan baylanadi. Alhamdulillah devrasiz ekan, Alloh taolo ziyoda qilaverar ekan. Bir ulug'larimizdan bittalarini oldiga bir kishi kiribdilar. Taqsir, meni zehnim uncha emas, ishim ham ko'p, tirikchiligim. Menga shu bir duo qilsak, bir tilovat qilib qo'ysak, keyin bir duo qilsak, nasib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا سألنا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. Parvardigori olam, mana bu solingan valima ihson dasturxonlarni, aytgan masala masoillarimizni, o'qilingan muborak tilovat-i kalimalarimizni dargohingga qabul etgin ya Robbi. Savoblaridan Hazrati Payg'ambarimiz Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak ruhoniyatlariga, ahli baytlariga, azvoji mutahharot onalarimizga, chahoriyori izom sahobai kiromlar, tobiinlar, taba'a tobiinlar, tamomiy o'tgan ustozoni shariat, pironi tariqat, mashoyixoni ro'yi zamillarimiz ruhoniyatlariga, mana bu to'y valima marosimida o'tirgan hamma mehmonlarimizni o'tib ketgan ota-onalari, ustozlarimiz, hech aqrabolarimiz ruhoniyatlariga, xususan bu xonadonlarni eng kattalari bo'lib bizga ta'limlarni berib o'tib ketgan domla buvamni ruhoniyatlariga, hoji xolamni ruhoniyatlariga, mana bu Azizbek ukamizni dadalari, opa dadalari, Mutalibjon akamni ruhoniyatlariga, hamma o'tgan marhumalarimiz, mana tuyachi muzofotida o'tgan hamma kattalarimiz, ulug'larimiz, domla buvalarimizni ruhoniyatlariga hadya qildik. Ularda hammalarini oxiratlarini obod, darajatlarini baland qil, yotgan qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirgin. Mana bu o'tirishimizga sabab bo'layotgan ukamiz Azizbekni Allohim kelinimiz bilan o'rtalarini yaxshilikda jamlagin. Islomiy baxt saodatga qator solih va soliha farzandlarga ega qilgin. Parvardigoro xonadon ahllariga baxtini, kamolini ko'rib, uzoq yillar ko'zlari quvnab, shukrlarini, duolarini qilib yurishlarini Allohim nasib etgin. Parvardigoro bu mana Nigoraxon opamiz onalari, Obidaxon opam, domla buvamdan qolgan qiz farzandlar, mana Sojidaxon opam, katta opalarimiz ham borlari, Allohim hammalarini, mana No'monjon akam, hammalarini Allohim salomat qil. O'g'il qizlarni, nevaralarini, zurriyotlarini uzoq yillar duolarini qilib yurishlarini Allohim nasib etgin. Parvardigoro hammamizni ham oxiri damda gavhari iymon bilan, aqlimizdan, hushimizdan qolmasdan, quvvatimizdan, yaxshi amallarimizdan qolmasdan chiroyli holda huzuringga ketishlikni hammamizga nasib etgin. Mahalla ko'ylarimizni, yurt ellarimizni tinch, amonlikda qilgin. Ofati samoviy, ofati arozilardan o'z panohingda saqlagin. Bemorlarimizga shifo bergin, safardagilarni safarlarni bexatar qilgin. Uzoqlarimizni yaqin qilgin, g'oyiblarimizni hozir qilgin. Parvardigoro sallallohu
تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.